Bayram bilan, bilim bayrami bilan bütünüzge qarşı selamatlik, oila baxti bo'lganini egilgan ko'rib, kelajakda xiyollarimiz bilan matur etib turmush kechirgayotsin. Ana butunisi de o'zimiz bilan bəyli. Birinchidan biz o'zimizning bilimimizni har vaqt orttira tiyish. O'qigan vaqtda tugul, ishlagan vaqtda da shu vaqtda o'zimizning tozalikni saqlarga tiyish, ham bildirga tiyish. Ular ikisi de sotib ola turgan bir tugul. Ular ikisi o'zimizning qo'limizda. Nechik biz o'zimizni hazırlaymiz bilimga ham shu tozalikqa u endi o'zining shu boyligi. Endi eng zo'r boylik u hunariy bo'lu. Endi mana bizim bundağı studentlarimiz ular o'zlarining kelajakda o'zlarining hunarlarini bildirishga, o'qirga kelgan. Endi sizga zo'r o'qishlar. Endi hurmatli o'qituvchilar, siz o'z bilganlaringizni shu studentlarimizga berasiz. Ham endi ko'pmedir o'zingizning de bilimingizni orttirasiz. Ular bilan birga yıldan yıl yangilikqa berilmishi bo'lmay, endi bilganingizcha bizning butun dunyo sifrlashtiruv bora. Shu vaqtda искусственный intellekt endi bizim mana bu kunda endegina hunarini olib, ular ansiz kelajak bo'lmay. Shuning uchun endi istama bizning ironasi bor. Shu sifrlashtiruv ham искусственный intellektni birga bo'lganda bizlarning butunisida jingarbız. Ham endi kelajakda siz in bo'lgan yigitlar, qizlar ham matur oilalar bilan matur turmushda yasharsiz deb o'ylayman. Hurmatli ota-onalar, sizga chin ko'ngildan bezo'r rahmat. Shu yigitlarning, qizlarni dunyoga keltirib tarbiya berganingizga, bilim berganingizga, endi mana shu agrokliyatda ular istama o'zlarining kelajagini to'plarlar deb o'ylayman. Tarbiya bo'yicha da, bilim bo'yicha da bugungi kunda afat she'rlarimiz bor. Ana saqlanmışa bo'lmay, aramızdan bir ko'p kishini yo'qotamiz. Shuning uchun vaqtida vaksinatsiya Xo'jalik ministr Murat Azadovich Jabbarov isminden sizga o'zining narsalardan yetkira, ular endi o'zimizning Avul xo'jaligi idorasi isminden. Endi ko'rib turasiz, bu yil bizni tabiat sanadı, ko'pigiz xo'jaliklarda zo'r xizmat qo'ydingiz. Bizim rayon territoriyasında, ko'shni rayon territoriyalarında, xo'jaliklarda nendigina yil bo'lmasam biz endi har vaqt shu tabiat shartlarına yaroqlashib, buldirga tirishib, nendigina shartlarda bo'lgan shartlarda da Avul xo'jaligimizning tarmog'i to'liqli ravishda o'sishini davom etdi. Ham endi aytganimcha, bunda sizning de xizmatingiz bek zo'r, anglashingizga bek zo'r rahmat. Endi bu yilgi o'quv yilida sizga tüplü bilim alırga, en negizlerini qilib o'zlashtirishga esenlik, sog'lik, eminlik ham o'ngishlar tilab qolaman. Rahmat birazga. Zakirjan Minnimulla uluna birgile. Rahim etiniz. Hürmetli Reis Galiyeviç, kelgan qonaqlar, atiye'nilar, o'qituvchilarimiz, studentlarimiz, ruxsat eting sizni bugungi ulug' bayram bilan tabrik etarga. 1-sentyabr bilim bayrami. Ham endi kutib olgan kuni biz sog'indirgan bayram bilan sizni qorag'izlar. Bu yıl hali ko'pdan tugilgina o'zimizning studentlarimizni uzatdik. Ağır mezgillar bo'ldi. Endi shuni qaddak ko'p energiya tag'ildi. O'rtaq fikrga kelib etdik. Bizga qarab anlasha boshladik. Ham endi ularning ketir vaqtlari jetdi. Ketdilar. Mana endi bu yil yangadan bizning birinchi kursga keldi yangi studentlarimiz. Hali sizni student deb ayttirga yaramay, chunki student bo'lamiz. Shu vaqtdagina birinchi kursni bitirib, birinchi sessiyani yopgandan so'ng shin student bo'lamiz. Fakat hali o'quvchilar gina deb qabul etamiz. Shular bitindi. Tirishib o'qishga kerak bo'ladi. Ham endi qolgan studentlarimiz mana keldingiz bugun. Allohga shukr qilamiz. Inson sog' salomat. Bora bugun avurdu. Reis aytib ketdi, koronavirus saqlandirga kerak bo'lsa, onlarga tugul endi yoshlarga da ko'chdi. Bor bizga
үттеріп яшарға, әкелгендерін үттерге керек. Һәм инде уку ине белән бас казу дип әйтәбез, җиңел эш түгел. Иң авыр эш уйлау. Укыганда уйлау ул беренче урында тора. Укырга кирәк була. Инде рәхмәт үзебезнең укытучылар коллективына, монда читергән барлык хезмәткәрләргә, алар барысы да чын күңелдән, чын йөрәктән тырышып, барысын да сезгә бирергә тырышалар. Менә мин әйттем, безнең девизыбыз да шулай бит инде, чын күңелдән, чын йөрәктән, ихластан. Һәм менә мин әз генә булса да читкә китеп әйтеп үтәргә телим. Нидән Франциянең волейбол командасы быел беренче урынны алды Олимпиадада. Владимир Олеговнадан сорадылар, нишләп анда уйнаган Найер дигән волейбол уйный торган спортсмен француз. Безнең Зенит командасында олай тырышып уйнамады, яхшы уйнамады. Менә французлар өчен ул команданы үстереп чыгарды һәм беренче урынны алдылар дигәч, ул булай дип җавап бирде. Ул бездә Зенит командасында акчага уйный. Менә үзенең французлар өчен ул чын күңелдән, чын йөрәктән үзен бирде. Чөнки анда дуслары, чөнки анда туган иле, менә ихластан дигән әйбер шушы. Һәм инде мин шушы ихлас булган өчен үзебезнең укытучыларыбызга һәм инде сотрудникларыбызга бик зур рәхмәт. Һәм инде ихластан безнең сезгә карый үзебезнең Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургалиевич. Ул бик бер гел сөйләм. Кирдем аның кабинетына. Узак сөйләштек сезнең турыда. Бу минем эши башлаган еллар. Мин Рәис Нургалиевичка мәйдан узак булдым. Анда безнең районыбызның ике улы мөхтәрәм җитәкчеләр утырып калдылар. Алар алдында неудобно дип инде бик дип әйткәч, Закирҗан аларның буласы булган иде. Менә без синең белән Саба аграр күлияте аркылы Сабабызның, республикабызның киләчәген үзгәртә алабыз бит диде. Мısır'dan geldim. Gelген vaqtda sizga bek zo'r rahmat hislari bilan boshimni keldim. Chunki o'qituvchilarimiz bugungi kunda bizga eng kerakli bo'lgan avul xo'jaligi uchun to'g'ridan turib kerak bo'lgan kadrlar azdirganlar. Endi bizning bo'lajak hozirgi o'qituvchilarimiz, bo'lajak ishchilarimiz endi ular kelajakda avulning kelajagin motor yashashini ta'min etishi kadrlarimiz bo'lib chiqacaklar. Şu işlerimizde bazı uğraşlar, sağlık, selametlik dilerim. Hem de ruhsat bulsa, üzerimizden okuyucularımızla burada çağırırdım. Vatan Nur, siz payha. Захритинов Марат Маневич. Razil, koyasız. Arkadaşlarımız birge. Ahmaduli. Nazmiyev Raniyev. Raniyev. Okuyucular. Hürmetli Zakirjinov Marat Manevich. Adam barısında işleri şu oyunda günne tünge algam, fidakar sünretleri küsertip bu cevapını alga civarıga layık ölüş kırtkanınızı tırık hizmeti için Allah rahmetini bildiren.